Çatak bo'ldi ata. Nima bo'ldi? Ashman bilan Asran xazindagi mollarni hammani elib qochib ketibdi. Askarlar ularni tutamabdi ata. Nima? Ular osmonga chiqib ketgan bo'lsin, yerning ostiga kirib olgan bo'lsin. Nereden bo'lsa izlab tepib, darhol mening oldimga yeb kelgin. Bosh ustiga ata. Xo'sh. Qazikalan bu ishni qanday qilamiz? Aldırmısılar halifem. Halal mal dünya herkes zaya olup gitmeydi. Bu qaqasdaqlıqda insicimi görünmeydi o. Bu yuşuruluşumuzga en münasip joy. Qachongacha mushundaq yushurnib yuramizkin? Bir qancha haftagacha. Xalifa bizni izlab beqib topolmay umidini uzdi. Bir qancha hafta? Mush qaqas chilg'idimi? Onundan keyin yiroq joylarga ketib, yenimizdagi mol dunyo bilan xonlardek yashaymiz. Xonlardek. Ha ha. Günahsız ikenliginiz ispatlandı Miftah. Sizni hazır koyup etmekçimen. Rasma? Allah şükür. Halifemiz sizni burun hizmetini davamlaştırışkı buyurdu. Yazsın adalet. Xoşallıqdan özümü tutup alanmağattım ben. Keyin yığılıvelam. Sizge muhim bir vazife tapşırmakçı. Cenim bilen orundayman hazırdım. Vezir Esran bilen Yasaul Eşman hazinni bulap gitti. Ulanı derhal tutuşumuz gerek. Bu men üçün en katta, en şereflik ve en mukaddes vazife. Azraq aram ilvağandan keyin Şahzade Halidni izlep tepem. Olamdı. Aramağım yok. Şahzademiz qayerda? Öyleriga biri balıçaklıları bilen körüşüp alamla. Mening uyummu, balıçaqammu bu xizmat. Şahzade qayerda hazırdım. Qiynamasa berip Şahzadeni tapsılar. Ahir qo'limga tushadigan bo'lding Ashman. Haqlar vazirini o'g'ri deyishyotidu. Bu gap to'g'rimi buva? To'g'ri, afsus. Yo savol begim shundoqkan. Shunda o vazirning sheriki. Boy turib nimishkin o'g'irlik qildi? Ularning ehtiyoj bormikan-ku? Tamaxo'rlik, mol dunyo so'ygisi va oxiratni unutishdan shunda qilgan. Xazina qurg'dilinib qoldi. Endi pekir miskinlar qandoqmi qila? Allah rizq bergüchtor qizim. Bu mu hammamizning beshiga kelgan bir sinoq. Sinoq degan nima buva? Sinoq degan imtihon degan gap qizim. Har bir kishi o'zini yaxshi tonib olsin deb elindigan bir imtihon. Men tushunamadim buva. Sizlarga payg'ambar alayhissalomning bayonlaridagi bir qissani so'zlab beray. Ondan tushunib qolasizlar. Payg'ambarimizning rivoyat qilib berishicha, burungi zamonda Isroil avlodidan 3 kishi yaşıgan bo'lib, birisi oq kesal, yana birisi ama, yana birisi bo'lsa, beshida chashma yo'q toz ekan. İş gapsiz mehmon, nima ish? Men Izra, Shemon begim, ikki qizlardan birini so'rab kelishim. Qanchalik mol dunyoringiz bor? Saqlab qo'ygan mol dunyoyim yo'q. Ammo qo'limdan ko'p ish keladi. Kuchimga tayinib ishlab, to'yliq pulni yig'ma begim. Bu taziq qara. İkkimizning birimizni so'rab kepti. Hem toz hem gadoy birsiken. Unda o'zim qizlarimdan so'rab boqay. Qani marhamat begim. Nimini so'raydilar ota? Mushu tozdan boshqa odam chiqmadimi bizga? Bizga shuncha ola o'shib ketgan o'xshamamdilar. Ash tozga bermoqchimi? Astara qizlarim anglab qolmasin. Qandaq ahvollari Leysha? Nima gaping bor kesal? Kishilar meni Miqa degan o'z ismim bilan chaqirdi. Nimish qisili meni Keslimning ismida chaqirdilar. Sen degan oq kesal tursang, yo'q qolamdikin deb qo'rqyapman tehi. Undaq tezli yo'qib qolmaydi hazratim. To'lib aloqlama yo'lingga, men aldirash. Soda ishlariga yordamlashgili odam izlab etibdi deb anglab kelishimdi. Seni ishlatanmayman.
Neymişqa? Men tirishib ishlaydim. Aljib qaldingmi? Men degan atir sodigiri, atir sotadigan odamman. Sendek oq kesalni ishlatsam, mendan atirimni kim oladi? Da baqa. Rizqimni Musa va Harunning Robbi berdi. Kim meni bozorning yo'lga opirib qo'ydi? Qarg'ina Aliyora. Oshar qarg'u kevatidi. Nemish ismimning keyini qarg'un qo'shib chaqirsam Batiya. Meni qandaq tunib olding, Oshar? Ovozingdan bozorda vaqirab jaqirgan ovozingni ko'p anglayman emasmi? Ey qarg'u sen masxir qilyotidi-ku? Bugun qandaq kun zodi. Yeli tozg'i uchrayman. Yeli qarg'uga. Bo'ldi, meni mang'in qo'yinglar. Bozorga opirib qo'ydigan biraz chiqib qola. Voy jon! Oraya tushib ketdim. Xo'p bo'ldi. Yordamlari ko'p rahmat, birodar. Men bo'lmagan bo'lsam, suv tushib ketarding. Nim deb rahmat yetishimni bilmadim. Nayt oddiy, tangiba. Afsus, belgidek tengem yo'q. Sening qo'lingni tutib, sen tatuvag'ini bo'lsa, oq kesal. Uning kesliga sen yo'qib qolmaslar bo'ladi-ku, ha? Ajab qo'shib ketding-ku, ha, toz. Qiziqish, toz oq kesal. Ammo bir yak kelib qoptimiz. Qo'sig'inglar ochma. Shunimi so'rash ketamdi? Bir yerdan xormining purq kelyotidi. Albatta, xormi daraxining ostida turyapmiz emasmi, ey qarg'u? Birasinglar daraxt chiqib xormizib tushinglar. Qo'sqimizni to'yg'izayli, birodarlar. Nimishqa o'zing chiqmaysan? Men degan ammo putimni ko'tarolmayman. Men oq kesal, xormini tutsam bo'lmaydi. Men toz beshimni optop ko'ydiruvdi. Yo'q lan, bahoni ko'rsatmanglar. Biz ara hamdam bo'lsak, ondan qo'sqimizni to'yg'izalaymiz. Ketibdi-da. Kechirsizlar. Sizni mushundoq yutlab opirib qo'yay. Yat er kishining qo'lini tutsam, gunoh bo'lib qoladi. Hech qisi yo'q, hamshira. Sizlar degan ham mushug'i deyman. Ha, g'irban sotmam. Sizga ko'p rahmat. Arzimaydi. Bu har bir insonning majburiyati. Bulan siz kim ugatdi? Dadam ugatgan. U bek yaxshi kishi. Yashinib qolg'ashqa ishlayolmaydi. Sizdek bir yaxshi farzand tarbiyalabdi. Qarang, o'zi yosh turibmi, kishilarning masxirasi qilib ishlayotgan odamlar bor. Ko'nglingizni yerim qilmang. Alloh taolo har odamning rizqini beradi. Siz bek yosh qiz ekansiz. Men endi qaytay. Hilmi bek kechikib qoldim. İsmingizni deb bermadingiz? Ifrat. İsmim İfrat. Chiroyli qism ekan. Qilalig'idek ish topa olgan bo'lsam, bak yaxshi bo'ladi. Hech kim menda kasalni ish qilmaydi ekan. Alloh taolo oq kasalning yeniga bir farishta avat. Nima yo'riqchilik bu? Farishta uningdan qaysi narsani yoqtirsan deb so'rabdi. Mendan kishilar yirginidu. Teram tuzilib, chiroyli rangli bo'lishini yoqtirman. Farishta uning terisini silab qo'yibdi ekan. Rangi tuzilib, chiroyli bo'lib ketibdi. Ha, bu mening qo'limmi? Teram saqaydi. Alloh shukri. Farishta uningga qaysi malni yoqtirsan debdi. To'ygini eng yoqtiraman, ammo to'ygam yo'q. Nega ketlar? To'yga, men orzu qilayotgan to'yga. Ey Alloh. Farishta, "Mening barkatli bo'lsin" deb ketibdi. Farishta tozning yeniga keldi. Menga ziyon yetkazma. Bu nur menga yaxshilikdan bishorat bo'lishi mumkin. Farishta uningdan "Nimani bak yoqtirsan" deb so'rabdi. Kishilar mendan yerginidu. Beshim tuzilib, chiroyli chechim bo'lsin, eng yoqtirman. Ha? Bu nima? Chochkan-ku.
çiçim çıkıptı. Bu yaş yigit kim? Bu mengo. Allah şükri. Şükri ya Rabbim. Şükri. Farishta onunğa qaysi malni yoqtirsan debdi. Kala. Kalını bek yoqtirman. Kalını dehqonchilik sog'il bo'ldi. Yana sutini ichkili bo'ldi. Bu kala nereden kelib qolgandi? Farishta melang barakatli bo'lsin deb ketib qoldi. Nima xushbiroq bu? İfrat kelgan o'xshamamdi. Yoki bu g'iribani uyimga osmondan farishta tushganmidi? Farishta Ahmadimga o'xshash savolni so'rabdi. Qaysi narsani bak yoqtirsan? Alloh taolo ko'zimni ichvasa, kishilarning chiroyini ko'rsam, men mushuni orzu qilaman. Nimishqa ko'zimni silaydilar? Ko'ryapman-ku. Men ko'ryapman. Ko'ryapman. Men ko'ryapman. Bu o'tloqlar. Men xiyol qilgan osmon. Xiyolimdagidimi bek go'zalkan. Bularni yaratgan Allohga shukrlar bo'lsin. Allah şükürler olsun. Farishta qaysi malni yaxshi ko'rsan deb so'rabdi. Qo'yni yoqtirman. Padichi bo'lib, qo'ylarni o'tlatsam deyman. Elhamdülillah. Voy Xudoyim. Voy Xudoyim. Sen hayotimda men tunji bo'lib ko'zim bilan ko'radigan jonliqsan. Elhamdülillah. Allah şükürler olsun. بسم الله الرحمن الرحيم ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين صدق الله العظيم. Nima degan go'zal qissa? Yaxshi oxirlashdi. Qissadagi oxirlashmadi. Haqiqiy voqealiklar endi boshlandi. Qandaqsiga ata? Kishilar ochlikni, nomurodlikni va kasallikni cho'ng sinoq deb o'ylaydi. Undaqda boshqa sinoqlar bormi? Va o'g'lim. Sinoq, kuch-quvvat va boylik sinoqi bu intayin qiyin imtihon. Nurg'un odamlar o'tamaydi buningni. Qissadek uzun-kanda? Ha, hammasini bugün itib o'g'li bo'lmaydi bolam. Davomini aytishdir inshaalloh. Bovanglarni do'rayotamsizlar? Aman bo'linglar. Aman bo'linglar. Tesbih bilen turgan bulut Kılgay dua kökte yürür Can kıyğanğa su tenligen Ah kömüllerni kürür Yığazar birle kudur Yum tüker gözyaşlarını Taşlı kaşka bağrı taşlar Peygamberni tirik kül Dağlar yer başını izmin tüker yaşını Bul eyle Allah'ın tevbimizni Rahim eyle bendiniz bir
acaib Kur'an'da Bar haqiqi hisler Dağlar yer başını tüker yaşını Bul eyle Allah'ım tövbemizni Rahim eyle bendiniz Zahitlar ki ibadetkarlar Mağrurluğu kuru koyar Nefsinin kuluyum sallar Akibette hayran bular Tövbe kılsa günahkarlar Nurlar tular Tevbikarha iman kanattır Pervaz kinip büyük uçar Dağlar yer başını